Hurmatli obunachilar, bizning klinikamizga juda ham ko'p mo'jizalar sodir bo'lib turadi. Yana bitta mo'jizalardan bittasi bemorimiz bizlarga demak Samarqand viloyatidan 4 yillik bepushtlikdan murojaat qilib keluvdilar. Birlamchi bepushtlik bilan turmush qurganlarga 4 yil bo'lgan bo'lsa ham homiladorlik yuzaga kelmagan bemorimizni tekshirayotgan vaqtda quyidagi narsani ko'rdik. Mana buni bilganlar biladi. Bemorimiz kelib tekshiruvlarni boshlaganlarida homilador ekanligini aniqladik. 4 yildan beri qayerlarda davolandingizlar? Bir andijon universitetiga borib keldik, Samarqandda. Bormagan joyimiz qolmadi to'g'risi. Keyin shu yerni Instagramdan ko'rgan edik, niyat qilgandik kelishni. Prosta konsultatsiyaga kelganimiz vaqti, o'zi vaqtida buradan shunaqa yaxshi xabar bo'ldi, xush xabar. Alloh mahkamidan buyursin, eson-omon qo'llaringizga olish nasib etsin.